Jeffrey Edward Epstein zamonaviy tarixdagi jirkanch ammo moliyachi niqobi ostida yashiringan shaxs. Uning hayoti oddiy jinoyat yoki moliyaviy firibgarlikdan ancha battarroq rejimda axloqsizlik, elitalar sukunati va ta'sir savdosi ustiga qurilgan tizimning ochiq ramzi edi. 2000-yillar boshidan boshlab Epstein atrofida doimiy manzara kuzatilgan. Yopiq uylar, xususiy samolyotlar, orollar va partiyalar guvohlar tomonidan keyinchalik sud hujjatlarida tasdiqlangan. Voyaga yetmagan qizlar ekspluatatsiyasi bilan bog'liq makonlar esa alohida mavzu. 2008-yilda Florida shtatida u voyaga yetmagan qizlar bilan bog'liq jinoyatlarda uyatli darajada yengil kelishuv bilan qutulib, jazodan xalos bo'lgan. Bu oddiy odam uchun umrbod qamoq jazosi belgilanadigan jinoyat edi. Shu lahzada tizim o'zini ko'rsatdi. Epstein himoyalangan va bu himoya yillar davomida cho'zilgan chirkin jarayonligicha qoldi. Virgin orollaridagi Little Saint James oroli, u yerda bo'lib o'tgan yig'inlar, samolyot parvozlari va yopiq rezidensiyalar sud hujjatlarida guvohlar tomonidan tasvirlangan. Bu partiyalar umuman rasmiy tadbirlar sifatida bo'lmagan, balki qonun va jamoatchilik nazoratidan yiroq joylarda edi. Ochiq sud materiallari va depozitsiyalarda uning atrofida Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew, Bill Gates, Alan Dershowitz kabi shaxslar uchraydi. Ularning bir qismi o'z aloqalarini inkor qilgan, boshqalar esa sukutni tanlagan yoki suddan tashqari kelishuvlar orqali mavzuni yopgan. Shu aloqalar orqali Epstein jazodan qochish infratuzilmasini barpo etgan. Yopiq samolyotlar, xususiy rezidensiyalar va ta'sir doiralari tekshiruvlarini sekinlashtirdi, savollarni susaytirdi, og'izlarini yopishga majbur qildi. Epsteinning aktivlari va boyligi rasmiy daromad bilan mutanosib emas edi. Bu jurnalistlar va sobiq razvedka xodimlari orasida u kompromat yig'uvchi va ta'sir sotuvchi vositachi bo'lishi mumkin degan gaplar paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Hatto ayrim bayonotlarda uning razvedka manfaatlari doirasida ishlagan bo'lishi, jumladan Mossad bilan bog'lanish ehtimoli tilga olingan. Isbot esa sudda yo'q, lekin savollar, gumonlar va shubhalar soni cheksiz. 2019-yilda qamoqxonada yuz bergan va rasmiy ravishda o'z joniga qasdga yopilgan o'lim esa nazorat buzilishi, kameralar ishlamasligi va javobgarlik zanjirining uzilishi fonida sodir bo'ldi. Bu o'lim javobsiz savollarni ochiq qoldirdi va Epsteinning o'limidan keyingi yillarda 2024-2026-yillarda sud hujjatlari, depozitsiyalar va yangi jurnalistik tekshiruvlar bosqichma-bosqich jamoatchilikka chiqdi. Aynan 2026-yilda materiallar global rezonans uyg'otishni boshladi. Chunki muhrlangan hujjatlar ochila boshlagan edi. Masala nima bo'lganda emas, balki kimlar yonida bo'lgan, kimlar tizim ichida harakat qilgan va kimlar sukutdan foyda ko'rganida edi. Rezonansning ikkinchi sababi geosiyosiy va ichki siyosiy manfaatlar kesishmasi, ya'ni saylovlar, elitalar o'rtasidagi raqobat va axborot maydonidagi kurash fonida hujjatlar bosim quroliga aylandi. Manfaatdorlar esa jurnalistlar, jabrdiydalar va fuqarolik jamiyati xolos. Elitalar ichidagi raqib guruhlar siyosiy va reputatsion ustunlik uchun harakat qildi. Institutsional tizimlar esa obro'sini tiklash va ko'z yumish ayblovlarni yumshatish uchun. Xulosa oddiy va jirkanch. Epsteinni oddiy maniak deb hisoblab bo'lmaydi. U axloqsizlikni himoyalagan mexanizmning qulay ijrochisi edi. Shu sabab ishda yakun topilmayapti. Chunki muammo shaxsda emas, balki chirib ketgan va har bir qadam ortida qandaydir o'yin reja qilingan tizimda. Ochilgan har bir hujjat elitaviy sukunatni yirtib, javobsiz savollarni ko'paytirgani qolyapti xolos. Va shuni ham inobatga olishingizni xohlardikki, ma'lumotlarda maksimal qizil nuqtalarni bosmaslikka harakat qildik.